Küreş 2021 5 iyul Balam Küreştay'nın hatırısıga bugün munularını pütüp koydum. Biz bugün Oslo'ga berip 5 iyulni hatırlaş namayışıga katnaştık. Sen bugün bana çoğun bir jigit bolğanlıqını körüstüp koydun. Bugün yerip ketmedin. İşçin pişmedi. Galvi qilmedin. Bugün çoğun bir jigit kabi namayış meydanida mustakem turdun. Yani meni bek hayran kaldırgan bir işin şu ki, sen bugün özün mustaqil halda bek jig teşviqat varaqisi tarqattın. 1,5 saat toxtumay tarqattın. Meninkidin neç qitim bölüp ekitip hemmini tarqitip boldun. Arlıqda bir adam men bergen qog'ozni axlatga tashlab deb bek achchig'im keldi. Lekin qat'iy voz kechmay davomliq tarqatdim. Balam, namoyish maydonlarida sizlar ba'zida ko'zimga shundoq g'erib ko'rinib ketsizlar. Chunki vatansiz qoldinglar. Shu kichikliklaringlarga aslo mos kelmaydigan rahimsiz realliklarga shohid bo'lib cho'ng bo'lyapsizlar. Shu kichikliklaringlarga boqmay vatanning davosini qilyapsizlar. Shundoq chog'larda uyulaman. Sizlarni mushu kunlarga qo'ygunimiz uchun ko'nglim yerim bo'ladi. Lekin o'zimga yig'laydiganga haqqim yo'q. Yoshlarimni surtiyman. Bugun sen bayroqni faqat yerga tekkizmay, igiz ko'tarib turganda, men bayroq ostidagi kichikkina teningda vatan deb gupildab so'qib turgan yuragingni ko'rgandek bo'ldim. Bilsang o'g'lim, sening ismingga bizning umidimiz yug'urilgan. Biz sening vatan va millat uchun kurash qilishdan bosh tortmaydigan bir avlod bo'lishingni umid qilamiz. Biz garchi haqqinglar bo'lgan vatanni sizlarga berolmagan bo'lsaqmi, biz yayrab cho'ng bo'lgan shu vatan tuproqlarida sizlarni yoshtalmagan bo'lsaqmi, yüzümüz qizargan holda sizlardan yanılı shundoq umidlarni kutimiz balam. Men sendan va akangdan roziman. Tug'ilgandan beri vatan tuproqlarini bir qitim ko'rishga muyassar bo'lolmadinglar. Vatanning havosidan bir nafas ololmay turib, shu vatanni so'ydinglar. O'zinglarning uning bilan chambarchas bog'langanliklarini hech qachon unutmadinglar. Men sizlardan rozi bo'lam. Allah ham rozi bo'lsin. Allah egam bizga nasib qilmasimi, sizlarga bo'lsimi shu vatanga qaytishni, uni qaytadan qurib chiqishni, uning bag'rida ozod, erkin yashashni nasib qilsin jinim bilan. Qaysi kuni futbol musobaqasini ko'rib yetib, bir top kirganda pastdagi mastonalar yig'lab ketishdi. Shu chog'da degan gaping balkim o'zingning esidan chiqib qolgandi. Lekin mening esimdan hargizmi chiqmadi. Agar u topni Sharqiy Turkiston komandasi kirgizgan bo'lsa, bizmi baxshig'lab ketadiq. To'g'ri. Biz faxrlanib, xo'shallikdan yig'lab ketadiq. Shundoq kunlarmi keldi balam. Bizmi davlatimizni quramiz. Bizningmi o'zimizning komandamiz bo'ladi. Dunyoviy musobaqalarga tushimiz. Shu kunlar uchun sizlardek yana bir avlodning, sizlarning kelgusidagi bolalaringlarning, avlodlaringlarning biz hozir ko'rayotgan bu qora kunlarni ko'rmasligi uchun biz ko'z yoshlarimizni surtib kurash qilishni bilishimiz kerak. Biz ozodligimizni qo'limizga olguncha kurashchan ona, kurashchan bolalardan bo'lishimiz kerak.